Turmushga chiqqanimdan keyin eng cringe savollar. Ничего, yangiliklar bormi? Yoki-da кто-нибудь уже живет в животике? Birinchi farzand dunyoga keltirganingizdan keyin ikkinchisiga qachon borasizlar endi? Mutlaqo begona odamlar shunaqa bema'ni savollarni berishardi. Men o'ylashimcha faqat bizning jamiyatimizda shunaqa. To'g'rimi? Turmush qurgandan keyin deyarli 2 yil homilador bo'la olmadim. 2 yil ichida men o'zimni ich-ichimdan yevordim. Avval yangiliklar bormi deb so'rashgan odam, keyin go'yo tinchlantirgandek, hali vaqt emas ekanda yoki yaxshi harakat qilmayapsizlar-da deb gapirishardim. Men o'sha gaplardan keyin ishu huje stressga kirib ketardim. Keyin bir payt o'zim bilan o'tirib gaplashdim. Bo'ldi, men odamlarning gapiga umuman ahamiyat bermayman dedimda. Uzun sochimni kalta kara qilib kestirdim, sportga qatnashishni boshladim. Bir oy ichida, ishonasizlarmi, bir oy ichida o'sha ikkita paloska paydo bo'ldi. Keyin esa ketma-ketlikda ikkita farzandlarni dunyoga keltirdim. Ana undan keyin eng zo'r konsert boshlandi. Uyqusiz tunlar, stress, pilyonka, podgozniklar. Xullas, men niyatimga erishdim. Qizlar, Allohim farzandni insonni tayyorgarligiga qarab beradi. Agar siz hozir shunaqa sinovdan o'tayotgan bo'lsangiz, bilingki, biz ayollar dunyoni davomiyligimiz, insoniyatni davomiyligimiz. Allohim hech bir ayolni farzandsiz qoldirmaydi. Yaxshisi hozirgi yoshligingiz bilan bahramon bo'ling, rivojlaning, sayohat qiling va imkon borida o'zingizga e'tibor qiling. Keyin bunaqa sharoit umuman bo'lmaydi. Keyin hayotingiz umuman boshqacha bo'lib qoladi. Butunlay o'zgaradi.